Elmurod akamni gaplarini yaxshilab eshitdinglar-da, keyin gapirilgan gaplarni biz ozgina to'g'rilab ketamiz. Yaxshilab eshitdinglar. Lekin Real 5 marta ham yutgan Padret. Hech kim gapirmaydi. Realchilar o'zi ham gapirmaydi. Nimaga? 5 marta Chempionlar Ligasini Padret yutgan. Bu paytda ularni dodasi ham ko'rmagan bo'lsa kerak bu narsani. Yo'q, u paytda 8 ta klub o'ynagan, eng mashhur klub Panathinaikos edi. Juventus, Barsa, Inter, Liverpool, Milanlar o'ynamagan. Mana menda o'sha gapiradigan Real Madridda 5 marta Padret o'sha legendarniy Chempionlar Ligasini yutgani haqida. To'g'ri, men u paytda bo'lmaganman, men dodam ham bo'lmagan o'sha bola aytganda, lekin statistikalarga qarab chiqdim. Siz hozir aytyapsiz, eng kuchli klub Panathinaikos bo'lgan deyapsiz, Milan, Barsalar, ya'ni qatnashmagan deyapsiz, lekin 1958-yilda Real shu 5 ta Chempionlar Ligasini 3-sini qo'lga kiritganda, finalda Italiyani Milan klubini yutgan ekan. Shunda bu Italiyani Milan klubi emas, uni maktabi bo'lganmi? Keyin yana bitta statistikaga ko'zim tushib qoldi. Real o'sha 5 ta Chempionlar Ligasini 5-sini yutganida 1900